Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Jahon chempionati 2026 saralashi 3-bosqich 9-turida O'zbekiston terma jamoasi 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi maydonga tushadi. Terma jamoamiz bosh murabbiyi Timur Kapadze Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yin uchun tayyorgarlikni boshladi. Ayni kunlarda bosh murabbiy Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib turibdi. Jamoamiz jahon chempionati saralashi oldidan Birlashgan Arab Amirliklarida yig'in tashkil etadi. Bosh murabbiy Ufa mutasaddilari bilan birgalikda mashg'ulot maydonlari, mehmonxonalar va uchrashuv bo'lib o'tadigan stadion sharoitlarini o'rganib chiqmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Ufa taklifi bilan 30-31 may kuni hamda 1-iyun kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan Superliganing 12-tur o'yinlari keyinroqqa qoldirildi va Timur Kapadze Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yinga tayyorgarlik ko'rish uchun Dubayga ertaroq yo'l oladi. PFL mazkur tashabbusni legionerlar ham ertaroq yetib kelayotgani uchun qo'llab-quvvatlagan. Yevropada mavsum may oyi so'ngida yakuniga yetishidan kelib chiqib, barcha legionerlar terma ixtiyoriga ertaroq yetib kelishi mumkin. Birlashgan Arab Amirliklari hamda O'zbekiston o'rtasidagi o'yin 5-iyun kuni 21:00 da start oladi.